أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا وعلينا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Paragöra mübarek aylarında, mübarek kullarında o'qilingan mübarek oy karimalar xulosa niyat rizoli yo'lida yozilgan bu xayr ehson dasturxonlar niyat qilingan jamiki bu ehsonlar iftorliklarni xayriyatlarni dargohingda husnu qabul aylang. Hosil bo'lgan ajr savoblardan shu xonadon shu manzil makondan o'tgan avvalgi oxirgi umidvorlar Jadon ajdod marhum marhamat xosatan sohibi ehson sohibi xayrat ehson sohiblari bizlar vajikamizdan o'tgan kerimizdan o'tgan ota avlodlar ona avlodlar umidvor marhum marhamat ota onalar xosatan ustoz Foziljon xolakamiz va Rustam hojizoda Abrorboda Saburaxon buvi Karima buvi Dilshobek akamizlarni ruh poklarga bag'ishladik. Alloh barchalarga g'ariq rahmat shofsi jannat oxiratlar nobod qilingan xayri solih amallarni ruhlan bahramandliklarni shod aylasin. Hozirgi ehsonlardan nimaki niyat Allohdan so'ragan ezgu maqsad talab duolarni o'ylaganlardan da Alloh ziyoda qilib bergan bo'lsin. Umrlari uzoq, tanajonlari sog' bo'lib, kenajlab qo'shiqlari uzoq umr ko'rib, 80-90 yuzlarga kirib, inshaalloh farzand, navara, avarlarga bosh-qosh bo'lib duo go'ylari, nasihat go'ylari, kamollarni ko'rgan molilarni Alloh o'zi muvaffaq etsin.
farzandlarni ham Doniyorbek, Eldorbek birodarlarimizni ham kasbdorlarga, umrjonlarga, rizq ro'zlariga, ishlariga Alloh o'zi barakotlarni ato etsin. Oqibatlarini bundan-da ziyoda aylab, qo'shilganlardan qo'sha qilib, baxtli, saodatli, uzoq umr ko'rib, farzand zurriyotlarning orzu havaslarini ko'rib, farzand zurriyotlardan qori qurrolar, olim ulamo, salohiyatli zurriyotlarni chumolilarni Alloh o'zi nasibi ro'za aylagan bo'lsin. Parvardigoro, Alloh taolo mana xulus niyat bilan qadam ajrab kelgan, tashrif qilib kelgan aka-ukalarimiz, yor birodarlarimiz va xonadon sari bosib kelgan har bir qadamlarga Alloh ajr va hasanotlarni ziyoda qilib bersin. Xayriya songa xizmat o'tirgan aka-ukalarimiz, yor birodarlarimiz bu chiroyli dasturxonlar tuzilgan, bir-biridan shirin shakar taomlarni tayyorlagan, ishlarida xizmatda bo'lgan keyin opa-singillarimiz xizmatlarini ajr savoblarini Alloh o'zi ziyoda qilib bergan bo'lsin. Xosatan bizlarga mau'iza qilib bergan, chiroyli suhbatlarni qilib bergan, elimizga, dinimizga xizmatda o'tirgan, bu yurtimizda ma'naviy muhitni isloh bo'lishligida, ya'ni xizmatda o'tirgan ustozimizga ham Alloh umr jonlariga, rizq ro'zlariga barakotlarni ato etsin. Umrlari uzoq bo'lsin, tana jonlari sog' bo'lsin. Balo-ofatlardan, yomon ko'zlardan Alloh o'zi hifz himoya saqlab, ko'p oylab, ko'p yillar mana shunday bir elni, yurtni, dinni xizmatda bardavom qilmoqliklarini Alloh o'zi nasib etsin. Bizlar ham zurriyotlarimizdan elga, yurtga, dinga xizmat qiladigan salohiyatli zurriyotlarni chiqarishni Alloh o'zi muvaffaq etsin. Ramazon sharifni Alloh hammalarimizga xayr qilgan bo'lsin. Ramazon sharifda tutayotgan ro'zalarimiz, kechki ibodat, barcha ibodatlarimiz dargohida qabul etsin. Qolgan kunlarga ham Alloh o'zi kuch-quvvat, hidoyat ato etsin. Inshaalloh Allohning omonatini o'ziga chiroyli holatda topshirib, hayit kunlarida ham yetkazib, tinchlikda, xotirjamlikda, bag'ri kunda hayit kunlarida ham duolarga qo'shmoqimizni Alloh o'zi muvaffaq etsin. Va sallallohu va ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Onaga bir narsa iltimos qilmaymanmi? 12-yil qizimizni uzatganimizda Hazrat kelib duo qilib ketgan edilar. Ularning haqqilariga, qizimizning haqqilariga duo qilib bering. Chet elda yashaymiz. Amin. Parvardigoro barcha o'tgan ulamolarimizni o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Dinimizga, xalqimizga, millatimizga xizmat qilib turgan qori domlalarimiz, imom domlalarimiz, xatmlarda o'tayotgan ahli Qur'onlarimizni Alloh taolo o'zi umriga ziyodalik bersin. Fayzlarini, yuzlaridagi nurlarni Alloh taolo o'zi barakotli qilsin. Bu Durdonaxon singlimiz safarda ekanlar. Bu kishilarni Alloh taolo safarlarida o'zi yordamchi bo'lsin. Taqvoni zodi rohala qilsin. O'ylagan maqsadlarida o'zi rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilsin. Hazrat rahimahullohni duolarini olgan, u kishini haqlarida duo qilgan, u kishini saflarida bo'laman degan har bir musulmon xalqimizni Alloh taolo umr rizqiga barakot, farzand zurriyotlaridan shunaqangi ahli ilmlar, millatga xizmat qiladigan, millatni qalbidan muhabbat bilan joy oladigan ahli ilmlarni Alloh taolo o'zi ziyodatlan chiqarsin. Xalqimizni qadimda ulug' zotlarni yetishtirgan qobiliyati bor. Bu xalq boshqa joylarda topilmaydigan xalq. Alloh taolo bu xalqimizni yana ichidan ulug' zotlarni yetishtirib chiqishligini o'zi hammamizga nasib qilsin. Qiyomat yaqin bo'lganda Imom Mahdi kelganlarida u kishining atrofida lashkar bo'ladiganlar Payg'ambar alayhissalotu vassalomning bashoratlariga ko'ra aynan mana shu xalqning avlodlari bo'ladi. Alloh taolo agar biz tirik ekanmiz, Imom Mahdi chiqsalar yo'llarida turishlarimizni, agar bo'lmasa avlodlarimiz ularning yo'llarida turishimizni nasib qilsin. Yuzimiz yorug' bo'lsin, iymonimiz salomat bo'lsin, xonadon ahillarini, xosatan safarda yurgan musulmonlarimizni Alloh taolo o'zi muhofaza qilsin. Xalqiga xizmat qilayotgan davlat rahbarlarimizni, bu xalqimizni tarbiyasiga xizmat qilayotgan ahillarimizni, ayollarimizni Alloh taolo o'zi umrini ziyoda qilsin. Va sallallohu va sallama ala habibina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat familiya, rahmat.